Jennifer bilan yeyapti, ha. Jennifer reklamasi ketyapti. Tapchika, Naski bilan yaxshi. Настоящий уиски киевде. Yo'q, yechim emas. 9-epizod. Ochli. Bitta kadr qo'yinglar, olinglar. Oturib yuradigan chalavat o'psini taqiladi. Sen operator ishlaydi. Men rasmlar mana turib kelganmiz. Bugun ajoyib o'tyapti syomka. Birinchi bo'pman boshlab berdim. Bir nima deb qilib gapira olmay. Bitta dublda olmay, 10 ta dublda men o'ynay olmay. Bu yog'iga komandaga yuqdi. Hamma mazza qilyapti. Lekin komediya bo'lib o'tiryapti. Nodir o'zini chapga surilgan, ha? Buni hozir olamiz, o'zi bor edi, hali. Ochmaydi, ishing to'g'rimi? Yo'q, aslo. Bitta inson qolib berma 3 ta dublda. Maqta bundoq qaraysiz. 10 ta qilaylik. Oxirida anaqa ish bo'lyapti. Qarang, o'zingizdan mana shu qarang. Hozir emas. Faqat o'z moyil. Gaz qo'ymayapti, aytib ko'rganda men qarasam bo'ladi. Yo'q. 100%. Ko'rgan qolmam qarang. Faqat bo'ldi. Nima qildinglar hozir? Repetitsiya qildinglar? Kesatinglar hozir. Men pastdan tushib yo'g'on bilmayman, nima qilib ko'rishdik. Asal degan ekan, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishini ochmadimi bu? Ishini ochib turib kamera. Dadasi. Ha, bu tashkil. Qo'ysangizchi. Voy, majburlab bormaysiz-ku. Singiljon deydi, uyga bora olmayman deyman. G'alati emasmi? G'alati ishtaladi. Deydi deb bizani qoldirishadi. Aziz akamga bu yoqib tushadi. Har safar borganimizda shunaqa yotib qolamiz. O'zim ham yolg'iz uyda nima qilardim? Bugun o'g'limni buvisiga jo'natganman. Endi bu bilan nima erimni bo'yniga osib olish kerakmi? Endi o'tojon. Tak, stop, kontsovkasini oling. Chilim. Birinchi epizod. Hayır bu ba'zi bir ayollar yoshi o'tgan sari tirjayib qoladi. Biz ayolimiz yoshi o'tgan sari taranglash boryapti-ku, ha? Ha, endi erim boyvachcha bo'lsalar. Unda bugun emas, boshqa kun boramiz.